Assalomu alaykum. O'sh Market YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun mana yangi kelgan tovarlarimizni ko'rsatish uchun video joylayapmiz YouTube'ga. Narxlarni ham birolar aytib o'tib ketaman. Pomidorlar mesning 30 mingdan kelasi. Karamlar 4 mingdan kelasi. Yangisi 6 ming. Kartoshka nanay 7,5 ming. Piyozlar 2 mingdan. Piyoz pishdi, narxi tushdi. Kartoshka Pokiston 7,5 ming. Sabzilar 10 mingga 3 kilodan qizil sariq. Gurunchlar ham bor mana. Qo'qon lazır 13 ming. 07 10 ming. Xorazm lazır 15 ming. O'zbegim 13 ming. Obunachilarimizga arzonroq qilib beramiz. Ro'zaga pomidorlarimiz kelgan mana 30 mingdan. Bukatlar bor. Bodring 7 ming. 15 mingligi ham bor. Yeriroq keladi. Samsoqlarimiz 4 mingdan maydasi, 8 ming kattasi. Shimaloqlar 7 ming kilasi. Yangi karam o'z narxini aytdim, 6 mingdan kilasi. Pomidorlar nima deyapti pomidorlar? Kanalimizni kuzatib, videolarimizni o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz. Do'konimizdagi nima narxlar kerak bo'lsa, kommentariyadan so'rashingiz mumkin. Joylashuvimiz Chortoq ko'prigidan o'tgandan keyin ikkinchi ovush o'ng qo'lda, Chortoq ko'prigi. Chorsidan chiqib kelaverish. Bu tomoni Yanqirovga chiqib ketaverish. Svetofordan peshobodda. Hayır, salomat bo'ling.